Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu rekord yaratgan, ya'ni tibbiy jihatda rekord yaratgan bir uchurni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bu xabardagi temada ko'rganinglardagidek mushu tunugun bugun 2 kunlik xabarda nurg'un axborotlar mushu opasidan 2 yosh kichik bo'lgan 27 yoshlik bovaq dunyoga keldi degan temada naytdi bas bilan mushu yaqinda tug'ilgan bir bola to'g'risida xabarlar berdi. Men shu xabarninki qandaq bir jarayon ekanligini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Chunki bu haqiqatan mushu dunyoninki insoniyat mushu nimasida hamda tibobat jihatdagi mushu insoniyat tarixida alayida rekord yaratgan bir ahvol. Shunga men buni sizlar bilan o'rtoqlashishni loyiq ko'rdim. Bu xabarlarda ko'rayotganinglardagidek bu birinchisi shu New York Post gazetida xabar qilgan, yana shu dunyo rekordini buzgan 27 yoshlik bovoq, ya'ni opasidan 2 yosh kichik bo'lgan 27 yoshlik bovoq dunyoga keldi. Andan keyin tuvandikisi Amerika bugun degan axborot gazetida e'lon qilgan bizning hayotimizni o'zgartdi, ya'ni tanisida 27 yil to'nglatquga sep qo'ygan to'ralmadan bir bola tug'ilib dunyo rekordini buzdi degan xabar. Undan boshqa Angliyaninki shu Quyosh gazetida e'lon qilgan, ya'ni shu 1992 yildan boshlab to'nglatquga silib to'nglatib qo'ygan to'ralmadan tug'ilgan 27 yoshlik bovoq degan temadagi xabar. Ko'rganinglardagidek hamda bu garchi opasidan 2 yosh kichik bo'lgan 27 yoshlik bovoq degan bilan bu bovoq shu 10-oyning oxirida tug'ilgan, yaqinda tug'ilgan. Bu xabar shu tunugun bugunlardan e'lon qilinib insonlarning alohida qiziqishini qo'zg'agan. Men bugun ko'rib hayron qoldim. Tövende bu haqda azroq bir tushuncha berib o'tmoqchi. Endi bu 27 yosh kirgan bu bovoq qandaq bir jarayon degan vaqtida bu bovoq asli qo'shkizak bovoq bo'lib, u to'ralma vaqtida ya'ni 1992-yili ma'lum sabablar tufaylidan to'ngiltib o'tgan, ya'ni ota-onasi olmagan bo'lishi mumkin yoki boshqa sabablardan tadqiqot maqsadi olsun 1992-yili to'ngiltib o'tgan ekan. U to'ralmaninki birisi 24 yil to'nglatquda yotgandan keyin, ya'ni 2017-yili bir ota-ona tarafidan tug'ilgan ekan. Endi bu qitimqisi 27 yil to'nglatgandan keyin, ya'ni 2020-yili 10-oyning 26-kunisi bu opa tarafidan tug'ilibdi. Bu bovoqninki opasi, hozirgi opasi, shu tuqqan opasi, biologiyalik opasi emasda, hamda hozir tuqqan opasi 1991-yili tug'ilgan bo'lib, bu bovoqdan faqatla 18 oy cho'ng bo'lganda, hamda bovoqdan 18 oy cho'ng, yoki bu bovoq u opadan 18 oy kichik. Ular shu 10 yil burun to'y qilgan bo'lib, ma'lum kasalliklar sababidan tug'ish imkoniyati bo'lmagan, ya'ni tug'mas tug'mas bo'lganligi uchun ular bir bolani beqib olgan. 2017-yilga kelgan vaqtida boshqalar uningga u bolani beqib olgandan ko'ra mundaq usul bilan o'zing ig'royoq bo'lib tug'sang texmi yaxshi emasmi degandagidek
taklifni bergandan keyin voy bu yaxshi taklifkan deb doktor bilan ko'rashgandan keyin u doktor shu to'nglatqudagi bu 27 yillik bu to'ralmani ularga tavsiya qilgan. Shuning bilan ular qabul qilib bu to'ralmani balyotquga solgandan keyin sog' salomat sog'lom bir buvoq tug'ilgan. Shuning bilan bu dunyo rekordini buzgan xabar bo'lib o'tirg'a chiqqan. Men yuqorida to'ralma deb o'tdim. Endi bu to'ralma degan nima? To'ralma va uning taraqqiyot jarayoni qandoq degan vaqtida biz bilamiz bu bolaninki dunyoga kelish jarayoni oldi bilan opisininki tuxum bilan erning urug'i birlashishdan boshlangan bo'lib, uni biz to'ralma deymiz. Ya'ni opininki tuxumi bilan dodining urug'i birlashib, rasmiy bir bolaninki dastlabki holati shakllangan vaqtida u to'ralma bo'ladi. To'ralma albatta shu tuxum bilan urug'ning birlashishidan paydo bo'lgan bir hujayradan boshlanib ko'payib dastlabda faqatla mikroskop ostida ko'gil bo'lgan holatidan cho'ngib 3-4 kilogramm anandan keyin bo'yining egizligi 50 santimetr atrofida keladigan bir bola tug'iladi. Buningga taxminan 40 hafta ketadi. Sol tarafdagi rasmninki shu yuqoridagi birinchi rasmdan boshlasak, oxirisidagi 6 rasm taxminan 5 kundan 6 kun bo'lgan to'ralma, ya'ni bir hafta ichidagi to'ralma, bir hujayirlik, ko'rayotganingdek 2 hujayirlik, 3 hujayirlik, anandan keyin 6, uningdan keyin hujayirninki hajmi kichiklab, soni ko'payganligi uchun farq etish biroz qiyin. Ya'ni bu sol tarafdagisi shu bir haftaning ichidagi to'ralma, uningdan keyin o'ng tarafdagisi bu yerda jami 23 bosqichga bo'lingan to'ralmaninki rasmi bo'lib, eng birinchisi eng kichik, ya'ni bir chekit shaklda turgani bir kunlik to'ralma bo'lgan bo'lsa, 23-si eng shu o'ng tarafning tövəndikisi 23-si to'ralma taxminan 56 kundan 60 kunlik bo'lgan to'ralma. Bu to'ralmalarninki cho'ngligi asosan bir necha santimetr holatda hamda bir necha santimetr holatda bu biz deyotgan shu to'ralma. Endi bu to'ralmani yuqorida deyilgan xabardagi to'ralmani qanday vaqtida to'nglatgan uni tafsili demabdi. Mening qarashimcha balkim bir necha hafta ichidan burun to'nglatgan bo'lishi mumkin. Büyük ehtimollikda 1-2 hafta ichida to'nglatgan bo'lishi mumkin. Buning tafsilotini agar izlab baqsam bo'ldi, lekin men bu bugungi xabar uchun ancha muhim emas deb bu jihatda pek izlanmadim. Bu faqatla meningki qarindoshlar bilan sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan to'ralma haqidagi bir tushuncha. Men bugungi bu xabar to'g'risida so'zimni mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat bilan anglag'ininglarga ko'pdan ko'p rahmat. Mening bu uchurni qarindoshlar bilan o'rtoqlashishimning asosli bir maqsad hamda shu tibbiy sohada bo'layotgan yangiliklar, o'zgarishlar va bizningki an'anaviy qarashimiz, ya'ni bu o'zgarishlar bilan bizning an'anaviy qarashimiz orasidagi farq va bizningki bu yangiliklarni qanday qabul qilishimizga ozroq foydasi bo'lib qolsin degan maqsadda men bu xabarni o'zim alohida bilganligim uchun qarindoshlar bilan o'rtoqlashib chiqdim.
Oxirida hammanglarning diqqat berganinglarga yana bir qitim rahmat. Kelish ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.